Xanda bekatini birgalikda tomosha qildik. Ajoyib so'z ustasi Avaz Oxunning mana shunday ajoyib kulgularni albatta bizga yaxshi kayfiyat ulasha oldi. Bizda esa studiyamizga mehmon taklif etilgan. Ularni tanishtirib o'taman. Latofat Husanova tadbirkor ayollarimizdan biri va bugungi kunda eslatib o'tamizki, mamlakatimizda ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularni tashabbuslarini ro'yobga chiqarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan va bu borada mana shunday tashabbuskor xotin-qizlarimiz bugungi kunda faxrli mana shunday natijalarni qo'lga kirityapti va ular bizning g'ururimizga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Latofat opa, assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Studiyamizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana shu bugungi kunda sizning tadbirkorligingizga nimalar sabab bo'ldi? Qanday imkoniyatlar yaratilgan? Shu to'g'risida suhbatlashsak. Bugungi kunda men har bitta muvaffaqiyatimni orqaga qaragan holda quvonch bilan eslayman. Chunki biz ya'ni ortga nazar solgan holda. Chunki ortga nazar solmasdan turib, biz muvaffaqiyatlarimizni muvaffaqiyat deb ayta olmaymiz. Chunki birinchi marta bugun tadbirkor bo'laman deb ostonamdan ilk qadam qo'ygan paytimda mana shu kunlar, mana shu davrlar, mana shunday bizga berilgan imkoniyatlar menga tush bo'lgan. Chunki orzu qilgansiz. Orzu qilganman, lekin u xayolimda tush bo'lgan. Mana bugungi kunda o'sha tushlarim, orzularim ro'yobga chiqdi. Mana shu 8 yil mobaynida barcha imkoniyatlar, barcha qonun, barcha tadbirkorlar uchun chiqarilgan qonunlar aynan biz uchun ishlab chiqarilgan. Chunki bunda berilgan imkoniyatlar chegarasi yo'q. Ayniqsa ayol tadbirkorlarga bugungi kunda O'zbekistonni prezidentimizni o'zi qo'llab-quvvatlashlari, prezidentimizni yonida siz tadbirkorlar mani qanotim degan bitta so'zi bizga juda ham katta kuch. Va mana shu bir savol bo'ladi. Bemalol. Bu qanot albatta shubhasiz izsiz ketmaydi. Mana shu qanotli so'zlar davlat rahbarini o'zini sizlarni o'z qanotlarini ostiga olishi, sizlarga bevosita o'zlarini beg'araz yordamlar, beminnat yordamlarni ko'rsatishlari. Bular endi albatta insonning ko'nglida beiz ketmaydi va har yili aynan davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar 20-avgust kunda aynan tadbirkorlarning milliy bayrami kasb taqozosiga ko'ra sharafli kunida uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Har yili yangi talab va takliflar, istaklar davlatimiz rahbariga yetkaziladi. Endi agar boya siz aytdingiz, xayrli nigoh bilan ortga nazar soladigan bo'lsak, men har doim faxrlanaman, quvonaman. 34 yil bu chinakam silsilali davr. Bitta millat, mamlakat, xalq, vatan uchun juda bir yuksak davr hisoblanadi. Mana shu davrni 8 yilida adashmasam, siz o'zingizni faol tadbirkor sifatida ko'rsatdingiz. Ishlaringiz bugun aynan ijodiy ishlaringiz dunyo bozorlarida tan olinmoqda. Xususan, milliy turizm bozorida milliy brendingiz bor, Chados qo'g'irchoqlar, milliy qo'g'irchoqlar brendi. U qanday yaratildi? Uni tarixi qanday? Buning tarixi juda uzun. Chunki farzandlarim yosh bo'lgan paytda baribir iqtisod tarafidan qandaydir o'yinchoqlarga mablag'im bo'lmagandir. Shunda uyda ayol kishiman, onaman, vaziyatdan chiqish ilinjida farzandlarimga o'z qo'lim bilan o'yinchoqlar yasab bergan. Mana nimadan boshlangan ekan. Keyinchalik albatta boshda chiroyli chiqmagan, lekin farzandlarimga yoqqan. Chunki ular bola. Ularga siz o'z qo'llaringiz bilan qilgansiz, mehr bergansiz. Chunki mehr bor u qo'g'irchoqning ichida. Keyin shunda asta-sekinlik bilan buni tadbirkorlik darajasiga chiqarish umidi menda uyg'ondi. Chunki mani farzandlarim qatori qo'g'irchoq, o'yinchoq o'ynab o'sishni farzandlar O'zbekistonda chegarasi yo'q.
Istaydigan qancha. Istaydigan Va albatta o'sha ma'lum bir ma'noda agar haqli ravishda aytadigan bo'lsak, o'sha iqtisodiy negizlarga ko'ra balki o'sha katta qimmat o'yinchoqlarni, o'sha xorijiy brenddagi o'yinchoqlarni ola olmasligi mumkin bozorlarda. Lekin siz yaratgan mahsulot birinchidan o'zini o'sha milliyligi bilan, bejirimligi bilan, qulayligi bilan va o'yinchoq sifatida o'ynashga ma'qulligi bilan bolalarga manzur bo'lganda, to'g'rimi? Ayniqsa o'zbegimizni ibosi, hayosi mujassam bo'lib turgan qo'g'irchoqlarni o'zbegimni qizlari albatta o'ynamasdan qo'ymaydi. Chunki uni mayda o'rilgan sochlari, do'ppi kiygan o'zbegim do'ppilari, o'zbegim adras kiygan qo'g'irchoqlari albatta o'zbegim qizlarini e'tiborsiz qoldirmaydi. Juda ham yaxshi. Hozir gapirayotganingizda ham hayajonlaringizdan sezib turibmanki, buni o'zi bir so'z bilan aytganda zo'r brend bo'lishi mumkin, lekin uni tagida mashaqqatli mehnat yotibdi. Qancha uyqusiz tunlar yotibdi. Mana bugungi kunda faoliyatingizda 11 nafar o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslarni alohida bir sizni jamoangizda mehnat qilishi siz tomoningizdan albatta bir katta bir nima deydi, ularga ham imkoniyat, ularni o'zlarini ko'rsatishlari uchun, hayotda, jamiyatda to'laqonli a'zo sifatida ishtirok etishlari uchun muhim bo'ladi, to'g'rimi? Albatta ularda imkoniyat cheklangan bo'lishi mumkin, lekin ularda harakat bor, shijoat bor. O'sha kollektivda, jamoada ularni o'zini o'rnini topa olishi biz uchun juda ham katta baxt. Chunki ular men imkoniyatim cheklangan deb chetda qolmasdan o'sha to'laqonli sog'lom insonlar orasida o'zini o'rnini topishi ular uchun baxt, biz uchun undan ham katta baxt. Va mana shu sharoitni albatta yaratib berayotgan hukumatimizga, davlatimiz rahbariga qalbingizda minnatdorlik so'zlari bisyor, to'g'rimi? Albatta, juda ham cheksiz. Chunki mana shunday tinch zamonda, avvalambor shunday tinch zamonda hamma imkoniyatlar bor. Bizga hamma yordam eshiklari ochilgan bir paytda biz qanday chetda turib labbay deb javob bermasligimiz mumkin. Chunki qayerga bormas, biz borishimiz shart emas. Mutasaddi tashkilotlar o'zi har hafta biz tadbirkorlarning holimizdan xabar olib, muammolarimizni o'sha korxonamizni o'zida yechib berib ketishyapti. Biz qanday ishlamaymiz, qanday biz o'sha imkoniyati cheklangan xotin-qizlarimizga, ishsiz ayollarimizga qanday biz qo'limizdan kelgancha yordam qilmasligimiz mumkin. Chunki shuncha imkoniyatlar, shuncha hurmat, izzat bizga qaratilgan bir paytda biz ham o'z mehnatimiz bilan, o'z kuchimiz bilan labbay deb javob berishimiz kerak. O'zbekiston farzandi sifatida. Latofa opa, bugun tadbirkor ayol sifatida o'z brendingizga ega bo'ldingiz va mana shu mahsulot, siz yaratayotgan mahsulotlar bugun dunyo yuzini ko'ryapti. Va turizmni rivojlantirishda ham o'zingizni astoydil mehnatingizni ko'rsatyapsiz va mana shu o'rinda jamoangizni ham hissasi bisyor. Mana shu mahsulotlaringiz bugun sayyohlarning e'tiborini qozonishga erishdimi? Albatta. Hattoki o'sha kuni bir tanishim Telegramda menga jo'natyapti. Xitoyda Chados brendi ostida ko'rgazmada xitoylik bir sotuvchini nima pavilyonida mana mahsulotim turganligini Telegram orqali ko'rsatyapti. Albatta bu juda bizni korxonamiz uchun ham, O'zbekiston uchun ham, men uchun ham juda ham quvonarli. Chunki Xitoy o'zi o'yinchoqlar ichida eng mashhur bo'lgan davlat. Bizda o'sha tuyacha mahsulotimizda Xitoyda o'zini o'rnini, ya'ni Chados brendi ostida, Chados Navoiy brendi ostida chiqarilgan o'yinchog'imizni Xitoy peshtaxtalarida ko'rish biz uchun juda ham katta baxt. Men o'z o'rnimizni topdim deb o'ylayman. Shularga qarab. Va bugungi kunda mana shu xabarimiz borki, qizingizni ham tadbirkorlikka yetaklab kiryapsiz. Uning ham qiziqishi bor. Yoshligidan shu farzandlaringizni ham mehnatga o'rgatgansiz. Ular ham shu hunarmandchilikni o'rganib, bugun tadbirkor sifatida rivojlanib boryapti. Va maktab o'quvchisi bo'lishiga qaramasdan shu hunarmandchilikda tadbirkor sifatida tanilyapti.
Bunda siz ham ustoz sifatida ham ona sifatida yo'l yo'riq ko'rsatib boryapsiz va qizlarimizga qanday maslahat bera olasiz shu o'rinda? Albatta, qarang, mana hozir 25 ta ishchim bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda mana birinchi ishchilarim deymanmi, yordamchilarim deyman, farzandlarim bo'lgan. O'g'il bola bo'lishiga qaramasdan, men o'sha ikkita katta farzandimni yonimga olib, har bitta ignani mashaqqatini o'rgatganman. Chunki ular kelajakda davlat himoyachisi bo'ladi, bir oilani boshqaruvchi bo'ladi, erkak bo'ladi. Ular ishni mashaqqatini yoshligidan bilish kerak, sezish kerak. O'shaning uchun men har bitta farzandimga yoshligidan mehnatim, hattoki o'zimni kasbimni chuqurroq o'rgatganman. Men bugungi kunda o'g'lim o'zim qatori o'sha korxonamizni boshqarib, menga yordamchi bo'lib kelmoqda. Endi qizim Charozxonam tadbirkor, o'zini alohida kasbi, qiziqqan kasbidan tashqari tadbirkorlik sohasidan birgalikda olib borishni niyat qilib o'tiribdi. Shunda men O'zbekiston qizlariga, O'zbekiston ayollariga maslahatim shu: o'zini qiziqqan sohasiga, tikuvchilik bo'lishi shart emas. O'zini qaysidir insonni qiziqmagan kasbi bo'lmaydi hech qachon. Shug'ullanish xohlamaydigan bironta mashg'uloti bo'lmaydi. Hammada ham bo'ladi. O'sha mashg'ulotni tadbirkorlik darajasiga ko'tarishni tavsiya qilaman. Chunki qaysi yo'nalishga, hunarmandchilik bo'ladimi yoki IT sohasi bo'ladimi, qaysi sohaga qiziqsa, o'sha sohani tadbirkorlikka yo'naltirsa, bugun juda ham imkoniyatlar ko'p vatanimizda. Qo'llab-quvvatlanishlar ko'p. Har bitta sohani prezidentimiz o'zi e'tibor qilib bizaga sharoit qilib beryapti. Yo'l ochib beryapti. Va mana shu qo'llab-quvvatlash sababli bugun ko'kragingizda yaltirab turgan nishona 2023-yilda adashmasak qo'lga kiritgansiz. Mana shu to'g'risida ham suhbatlashsak. Bu menga berilgan bu nima deydi? Yutuq, men uchun yutuq. Bu kelgusi faoliyatimda ayollar o'rtasida, tadbirkorlar o'rtasida o'z faolligimni ko'rsatish deb hisoblayman. Chunki shu 6 yil, 5 yil bo'lgan bo'lsa, bu ko'krak nishonni olganimcha, u vaqtlarda faqat mehnat qilganman, ishlaganman. Endilikda bundan buyog'iga o'z faolligimni ko'rsataman deb niyat qilganman va kelgusida o'sha tadbirkorlar o'rtasida o'z faolligimni ko'rsatib, ularga o'rnak bo'lib, endi boshlab kelayotgan tadbirkorlarga o'z tajribalarimni o'rgatib kelmoqdaman. Yana bir xayrli niyat bor, ilohim jamoangiz soni ko'payaversin. Viloyatlarda ham filiallaringiz bo'lishini chin dildan istak qilib qolgan bo'lar edik. Bu bayram, lekin mana shodiyona kun asnosida oiladan ozgina chekinib, o'sha vaqtingizni ajratib bizni dasturimizga tashrif berdingiz. Buning uchun alohida minnatdorchilik izhor qilamiz sizga, oilangiz a'zolariga, yaqinlaringizga. Kelajakdagi rejalar va bayram tilaklari, marhamat. Avvalambor bayram tilaklarimni izhor qilmoqchiman. Men Navoiy ahliga, bo'laversa butun O'zbekiston xalqiga mana shu mustaqilligimizni 34 yilligi munosabati bilan bayram bilan tabriklayman. Ushbu mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Mana shunday bayramlarga ulansin. Mana shu biz 20-avgust kuni tadbirkorlar kuni munosabati bilan biz prezidentimiz bilan uchrashdik. Bu bizi bayram. Mana yana 10 kundan keyin mana mustaqilligimiz bo'lyapti. Mana bayramlarga ulansin degan so'zni men mohiyatini boshimizni o'zlaridan tinglab, yonlarida ham nafas bo'lib turdingiz. Shunday. Chunki har bitta bayram nima deydi? Juda ham quvonchli O'zbekistonda. Chunki yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. O'shaning uchun bayram tatiydi. Kelgusidagi niyatlarim mana shu Chados brendi ostidagi qo'g'irchoqlarimni butun dunyoga eksport qilish. Kelgusida
mana shu kichkinagina mijozgina korxonamizni zavod darajasiga chiqarish va o'sha yonimizdagi ishsiz ayollarni yonimizga olib ularni ish bilan ta'minlash. Tashakkur izhor qilamiz va bugungi mazmunli, maroqli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Endi sizni qo'yib yuborgimiz kelmaydi, lekin albatta ish faoliyat bayram kuni bo'lsa ham baribir bu jarayon qizg'in kechadi, chunki istaymizmi yo'qmi o'sha ayollarimiz hatto bayram nafasi ufurib turgan o'sha kunlarida ham jarayonlardan voz kechishni istamaydi, chunki har doim qiladigan mehnati, har doim qiladigan sevimli kasblar bilan mashg'ul bo'lishadi. Biz ham mana shu Chadoz milliy brendi, o'yinchoqlar brendi dunyoga tanishishiga astoydil niyat bildiramiz. Bayram dasturiga tashrifingiz uchun alohida rahmat. Latofatxon, ishlaringizga va albatta mehnatingizga Yaratganning o'zi madadkor bo'lsin. Mazmunli suhbat uchun yana bir bor tashakkurnimizni izhor etamiz. Va rahmat. Bayramona dasturimiz davom etadi, qadrli tinglovchi do'stlar va teletomoshabinlar. Bugungi bayram eslatib o'tamiz, ajoyib shior ostida kechmoqda va bu shodiyona ruhi aks etgan maxsus lavha bizning muxbirimiz ijod namunalaridan biri sifatida ayni kez taqdim etiladi. Marhamat.